Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli do'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyoz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurahim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, Шинжан Xalq Nashriyati 2000-yılı 1-ci aydan nəşr qılğan roman İli Dolqunları, avtori Abdurahman Qahar, 2-ci qism, 1-ci bab. Hayvatlik tağlar arası, şıpqap kelivatqan düşman aldida polik komandiri Nizamiddin aldida taq turgan Anvarga buyruq qildi. Sening birinchi vazifang o'z batalyoningni boshlab Ko'ksalardan aylanib o'tib, Sayram bo'yiga tushish va Sayram bo'yiga tushadigan eg'izdan chekingan dushmanga to'sib zarba berish. Ikkinchi vazifang shu atrofni tinchlantirish va Sayram bo'yidagi yog'och uylarni dushmandan tozalash. Qandoq? Tushundingmi? Yana izohlaymi? To'liq tushundim, yo'ldosh polkovnik. Qayt. Nizamiddinning ishonch va qat'iylik bilan aytgan so'zlari Anvarni texmo sagaklashtirib, uni jiddiyroq harakat qilish tuyg'usiga ilib keldida, u batalyonini boshlab Ko'ksala siyi ichiga o'qdek kirib ketdi. Dushman batalyonning bu yoqqa qilgan yurishini tuymasligi va batalyon belgilagan o'ringa tez yetib olishi kerak edi. Shunga taraslab ketib borgan otlarning oyog'i chimliq yerlarga, yangidan ko'kargan ko'katlar ustiga tashlandi. Qism pam bilan shundoq aldirash ketib borsimu, tabiat manzarasi jangchilarning go'zallik tuyg'ularini uyg'otib, ularning ko'zlarini o'ziga jalb qiladi. Kunga yerlarning qorlari butunlay erib, ostidan hayotliq, kun nurga tashnalik yetib ko'tarilgan o't cho'plar, sayning ikki yiqidagi osmonga bo'ysungan mag'rur qarg'aylar, tog' ustidan tushayotgan oq lentidek o'ynoq sharqiratmalar, ko'zlarini chaqnatib, toshdan toshqa urilib, sayda yiqayotgan suvlar, mana bularning hammasi kishilarning yurak orzularini dam-dam to'lqinlatadi. Jangchilarning ko'zlari mushu sehrlik tabiatda bo'lsa-mu, ko'ngillari manzilda edi. Nizamiddin 3 batalyonni jiralar, qoptallar bag'riga tarqitib, shipqab kelayotgan dushmanning oldini to'sib zarba berishga, o'rlashga buyruq berdi. Jangchilar bir tup qarg'ayib yoki biror parcha tosh yiniga yetib olishni o'ylaydi. Yetib oladi, biroq to'xtamay o'rlaydi, tik ma'atdi, o'milaydi, yer beg'irlaydi. Dushman o'qlari uchib keladi, to'plari portlab turadi. Nizamiddinning batalyon va rota komandirlariga bergan buyruqi jangchilarga yetkazilib turadi. Ikki yondagi qismlar shiddat bilan olg'a besinglar. Markaziy qism oldirmay o'rlanglar. Tog' ustiga joylashgan go'mindan qismlarining zambiraklari to'xtamay etiladi. Tushayotgan to'plar dahshatlik portlab, tog'larni titratadi. Qarg'aylar, tog' teraklari, qiyinlar qaraslab sunatdi. Hatto bel o'ttirsidan, tuvidan, uchidan cho'rtlar kesib tashlanadi. Ba'zilari yiltizlari bilan qo'mirilib, bir necha metr yiroqlikqa uchib tushadi. Buyruq o'xshashla jaranglab turadi. Ikki yondagi qismlar shiddat bilan olg'a. Markaziy qism oldirmay. Dushman ko'zi butun tog'lar bag'rining lo'mildab ketganligini ko'rdi. Bu chaqda u uch tarafdan qorshilib bo'lgan edi. Shu chaqcha faqat otmay o'rlagan qismning marganlari mana amdila go'mindan zambirakchilarini chanlashga boshladi. Ular zambiraklarni tez-tez yo'tkaytdi. Zambiraklar shundoq tez yo'tkalayotgan chaqda Anvar o'z batalyonini boshlab Ko'ksalani aylanib Sayram bo'yiga tushdi. Sayram bo'yidagi yog'och uylarda go'mindan qismlarining faqat orqa saf xizmatchilari bor edi. Ular shiddat bilan yetib kelgan qo'shinga qarshilik qilishga jur'at qila olmadi.
eshiklarni ichib berib, qo'llarini ko'tarib turishdi. Anvar batalyonini Sayram bo'yiga tushadigan tog' bag'ri atrofiga yo'shirib, paylab yotdi. O'q ovozlari, gumburlashlar anglanib turadi. "Yo'ldosh komandir", dedi o'milab yetib kelgan Botir G'ozi. "Biz keyindan hujum qilsak, oson yengilmamdi." "Bo'lmaydi. U chog'da dushman qora bosqandek qo'rqib, tamtirab, qayoqqa etishni bilmay qo'l ko'taradi-da. Bo'lmaydi." Dushman bilan elishib turmasa, ichi titildab turadigan Botir G'ozi yana ig'iz ochdi. "U yoqda chiqim ko'p bo'ldigan bo'ldi-da." "Bo'lmaydi." Anvarning cho'qir yuzi jiddiy tus oldi. "Polkovnik buni o'ylamadi demsan? Sen degandek qilsak bo'ladi. Biroq biz hujum qilsak, dushman pitirab ketadi. Tog' ichi ularning nurg'unlarini yo'shirib qoladi. Bu taraf hozir ochiq, anglayotamsan. Zambirak ovozlari barg'ansiri yiqilayotidi. Ular chekinib hozir oldimizga tushdi. Zoya qilmay qirib tashlay olamiz." Anvar muhofizatchisiga aytdi. "Uylarni tekshirib tayyor qilinglar. Polik balki mushu yerga joylashishi mumkin. Mushu yerda harduq olamiz, tamoqlanarmiz." Etishlar barg'ansiri yaqinlab kelmoqda. Paylab yotganlarmi jiddiylashmoqda edi. Jangchilar g'ulja ozod bo'lgandan keyin hozirgacha biror urushni boshdan kechirgani yo'q. Shunga urushni bak sig'ingan. O'zlarining tili bilan aytganda, tunugundan boshlab zerikishdan qutulgan edi. Zambirak ovozlari allaqachon o'chgan bo'lib, miltiq, pilimot ovozlarla paylab yotganlarning quloq tubida anglanishga boshladi. Chekinayotganlar ana kelyotidi. Kelib qoldi. Birdilla qiqas cho'qan ko'tarilib ketdi. Yiliroqda gumburlashlar tog'larni titratgan bo'lsa, amdilikda kuchli qiqas cho'qanlar, jarangliq vurra sadolari yer ko'kni, sayram bo'yni larziga keltirdi. Ana chekingan gomindan qismlari o'la terilishiga boqmay, eg'izdan patmay chiqib kelishga boshladi. Batalyon komandiri Anvarning tapanchasidan uzilgan bir pay o'q osmonga chiqib charaslab yondi. Bu etishga berilgan buyruq edi. "Itinglar! Qirib tashlanglar!" Barmoqlar harakatga keldi. Kurchuklar besildi. Xuddi egizlikdan tosh dangal domlatgandek qechib kelayotganlar to'xtovsiz etilayotgan o'qlar ichida tog' og'zidan pastga domlab tushmoqda edi. "Ahoy!" deb vaqirishadi pilimotchilar. "O'likdan g'aram yasaydigan bo'ldik." Qirish toki gomindan qismlari qorallarini tashlab titragan qo'llarini ko'targicha davom qildi. Go'yo qaynayotgan qozonga sovuq suv quygandek etishish biroqla to'xtadi. Shuningdan keyin qismning shafqat hamshirlari uchun eng ig'ir ish boshlandi. Ular asirga tushganlarning yorlarini tingishga boshladi. Bir vizvod jangchi 500 dan oshiq asirni oldiga silib, kang sayg'as ilib mangandan keyin hamshira qizlar bir-birini qo'g'lishib, sayram yoqsiga tushdi. Xuddi osmonni yerga ko'chirib qo'ygandek ajoyib chiroyli ko'pkuk sayram, uning do'lqinlari qirg'oqlarga yenik urilatida qaytib ketadi. Birining keyindan biri kelayotgan ushoq do'lqinlarning girvakka urilishi shunchalik yiqimliq va ko'rkam ediki, qizlarning maylini o'ziga tizla tortib oldi. Qayerlardadir xuddi mushu do'lqinlar sadosiga tankash qilingandek sharqiratmalarning bir xil ritmlik ovozlari anglanishga boshladi. Qizlar u yer bu yerlarni oq ko'piklar qoplagan ko'pkuk sayramga, yiroq-yiroqlarda oqirib turgan haybatlik tog'larga, qaramtul to'q yeshil qarg'ayliq qoptallarga zo'qlanib qarab, hissiyotlari qo'zg'alib ketgan edi va do'lqin kuchida seliqlanib ketgan ko'l girvikida toshlarni dastlab qo'llarini suvga tiqdi. Yenik tavrinib kelgan do'lqin ularning putlarini o'shqig'icha ho'l qilavatdi. Qizlar andikib ketdi-yu, lekin huzur his qilishdi. Ular yog'liqlarini yuyishib, nimadir bir nima kamlik qilayotgandek nozliq va sho'xliq bilan bir-biriga suv chechishdi, qiy-chuv qilishdi. Qizlarning birisi yenidagi Hajar ismli qizga Rayhonning oq yog'liqini ishorat qilib, "Rayhon, sening chiroyli yog'liqlaring ko'rinmaydi-ku", dedi ma'nili kulib. Rayhon bir nima deyidigicha Hajar, "Chiroyli yog'liq turamdi buningda.
to'qiganlarni udulluq berib bo'ldi-da. Kimga berib bo'latdim? Egisiga-chu. Men sizlardek kuchuk tish chiqirib, yog'liq to'qiy olmasam, nədək gaplarni qilib? Rayhon andikkandek qilgan bilan shundoq gaplarning davomlashishini xohlaydi. Undaqda sizlar qo'linglardagi yog'liqlarni birsiga berish uchun to'qibsizlarkanda, dedi u. Albatta, dedi bayqi qiz ochiq ko'ngillik bilan. Biroq berdigan odamimiz yo'q, qo'limizda turibdi. Shuning uchun tutivatdiq degina. Qizlar dunyosimi qiziq. Odatda yigitlar bilan billa turganda chaqchaq qilinsa yoki ishiq muhabbatga doir gaplar bo'lsa, qizdirib yerga qaraydi. Ammo ko'ngilda yana shundoq so'zlarning qilinishini kutidi. Anglag'usi keladi. Yana shundoq so'z chaqchaqlar qilinsa, "Viyay" deb qochidi. Orzusini, maylini, hissiyotini yo'shiradi. Og'izdan chiqarmagan bilan muhabbatga berilishi yigitlardan kuchlikroq bo'ladi. Ammo og'izda shundoq ishlarga o'chlik qiladi. Sat, titiqsiz deydi. Yigitlarga boshqa qizlardan xat xalta, yog'liq kelsa ichi torliq qiladi. Rostini aytganda chidamaydi. Qiziq yeri shuki, heliqi qizirib yerga qargan gaplardan nechasi ig'ir gaplarni yigitlar yo'q yerda baxuda qilaveradi. Satni unutib qoladi. Mana, ularning o'zaro gaplariga quloq solinglarchu. Bizning yigitlarimizning beshini-chu shahardagi naynaqlar qaydirib bo'ldi. Texi ishki mangda mangmay turibla xat xaltalari, yog'liqlari kelgil turdi u qilinlarning. Yandagi kasbning qadri yo'q degandek, bu nimalarga shularla o't ko'rinadi. Bo'ldi, Hajar, yo'shirma. Akşam suvning yaqsida o'ltirib, İlyas bilan pichirlashyotding-ku, dedi Rayhon qo'l yog'liqini ichib, silkib shamoldatib. Qizlarning birisi gap qistirdi. Texi yog'liq beradigan holga kelmabdi-da. Hammasi qaqaqlab kulib ketdi. Bunda qattiq kulgan chog'larda Rayhonning o'ng chekisidagi tatuqi bilinmay qolatdi. "Vayjon!" deb yuzini o'rdi Hajar. U İlyas degining kechgacha urushning gapini qiladi ekan. Dunyoda boshqa gap qurib ketgandek. Qizlar yana kulishdi. Dunyoga kishi urush qilg'ilila kelmaydi. Boshqa ishqimi keladi desang bo'lmamdi. Undaq desam, u turqida o'rnidan turib ketib qolar edi. Aran yenimda o'ltirg'izganda. Qizlar texmi qattiq kuldi. Qizlar go'zal sayram yaqsida turishib, kulkilik ham azobliq gaplarni qilishayotganda, ularni tamoqqa chaqirib birsi qo'lini pulanglatdi. Kun tog' kayniga o'tib ketdi. Sayram bo'yi tabiatning kun o'ldirish oldidagi go'zalligiga cho'mildi. Tog' shamollari dal daraxt va yangidan ko'kirib chiqqan o't cho'plarning sus puroqlarini dimoqqa uratdi. Qizg'uch hol rangga kirgan bulutlarning girvaklari ko'zlarni qamashtirib, odamda ajoyib nozik, yiqimliq tuyg'ularni uyg'otadi. Shaqiratmalarning ovozlarimi bargan siri oshkora anglanadi. Bu go'zal ko'rinishlar, esil puroqlar, nozik ovozlar jangchilar xotirasidan hiylab bo'lib o'tgan qonliq urushlarni unutildiradi. Jangchilar tamoqdan keyinla chang to'zon, qon dog'lari bilan bulg'angan kiyim-kechaklarni qiqishdi va yuz ko'zlarini yuvish uchun ko'l bo'yiga minishdi. "Yur, varisjon, ko'l bo'yiga", dedi Botir G'ozi. "Oshnalaring bergan yog'liqlar bo'lsa, ilib ol, puraymiz." Ikkisi tövanga o'z gavdalarining salmiqi bilan yugurib degidek tushib ketdi. Varisjonning maydasidagi fidoilik, Botir G'ozining boturlik, fidoilik medallari pulanglab jiringlaydi. Birdamdila ko'l bo'yini jangchilarning vang cho'nlari qoplab ketdi-da, ko'l yoqsiga qo'ngan yova o'rdaklar purildab qayoqlargadir uchib ketishdi. Kech kirib atrofni nam havo qoplagan chog'da Nizomiddin batalyon komandirlarini boshlab yog'och uydan chiqib keldi. Dili qattiq bu polik komandirining kelishgan qomatlik gavdasi, surlik chiroyi, ravon va o'tkir so'zlari kishida uningga o'q tegmaydigandek g'alitlab bir tuyg'uni paydo qiladi. Buni dalillagandek ko'ksidagi boturlik, sadoqat medallari parqirab turadi. U salmoq qadam tashlab egizrak yerga chiqdi-da, sharq tarafni ko'rsatdi.
Düşmanning bir batalyoni ana shu sayramga usib kirgan tog' atrofida, zambiraklari ko'lning chetidagi kichik orolga, butxonaga o'rlashtirilgan. U yer bu yerdagidek o'rmonliq emas, taqir tog'. Shunga hujumni kech soat 0 boshlaymiz. Anvar so'radi. Hujum qaysi yo'nalishda bo'ladi? Aldirma, dedi polkovnik uningga qarab. Xudosini dedim. Texi bardisni demadim. Hozir so'zlayman. Boshqalar kulib ketdi. U yerga hujum qilish burunqisidan faqat vaqt jihatilla o'xshamaydi. Qolg'ini o'xshash. 3 batalyonimiz Toshyo'l yoqsi, tog' bag'ri va usti bilan qapsab u yerga yaqinlashib hujumga o'tdi. Sharq taraf dushmanning qechishi uchun ochiq qoldirildi. Qechib chiqqan dushmanni bir batalyonimiz Lansaza og'zida o'qqa tutdi. Shuning bilan dushmanning bir polik askariy kuchi tal-to'kis yo'qotilgan bo'ldi-da. Bu tayga to'salg'usiz yetib berishimiz mumkin. Komandirlar tarqalib ketgandan keyin Nizomiddin yana sharq tarafga, bugun kecha hujum qilinadigan tochkaga nazar tashladi. Zambiraklar joylashgan ko'l chetidagi orolcha va uning atrofi qora kura bo'lib ko'rindi. Oraliqni mo'lcharlab, yurish qilish vaqtini, shu yerning sharoitiga muvofiq harakat taktikasini rotalar, vozvodlarning ilgirlash yo'nalishini uzoq o'yladi. Uning o'ylari bargan sari bugungi hujum tochkasidan halqib bormoqda edi. Yurishga atlandik. Yurishimizning jangovarligini birinchi g'albimiz dalilladi. Safarimiz uzun. Shimoliy frontda bo'lamdik. O'ttira yo'nalishda bo'lamdik. Ya'ni hozir bir nima deb bo'lmaydi. Tarixning yuklagan vazifasi, xalqning asrlik orzusi bizning harakatimiz. Urushimizda to'liq ado qilinsa, yurishimiz to'xtashi mumkin. Yurishning jangovar yurish bo'lishiga kepillik qilg'ili bo'lamdi. Urushimizning hammasi ko'ngildagidek bo'lavermaydi. G'albilik urushlarmi, mag'lubiyatlik urushlarmi bo'ladi. Lekin oxirgi navbatda kimning yengishi hammani hal qiladi. Yurishimizning jangovarligi yoki jangovar emasligi shu chog'da belgilandi. Ammo yurishimizning jangovar yurish bo'lib, tarixda qilishni istaymiz. Bu yo'lda jon fido qilamiz. Kishi oxiri o'ladi. Mushundoq ulug' niyat yo'lida o'lsak nima armon? Sepimizga uyushqanlarning ba'zilari bir nechidan bolalarini tashlab, ba'zilari yolg'iz o'g'il bo'lsa-mu, onalarining ko'z yoshiga qarmay, ba'zilari muhabbatlik yori jononlardan qiyib, mushu yergacha yurish qilib keldi. Yana yurish qiladi. Buni tushunish kerak. Cho'nqur o'ylash kerak. Miltiqni qandoq etishni, qandoq yo'shirishni, qandoq yugurishni, qandoq yetishni, hujumni, mudofiani, qisqasi to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib berish kerak. Bir jangchi xato yo'nalishda harakat qilsa, o'zi tugaydi. Men yo'nalishni xato ko'rsatsam, polik tugaydi. Buni hisob qilmasam bo'lamdi. Jangchilar misoli bir qo'roni tushunsa, men bir mahallini tushunishim kerak. Uning chiroyi barg'ansiri jiddiylashib, qo'yiq qoshlari tik-tik bo'lib, ko'zlarining atrofida ushoq qo'riqlar ko'paymoqda edi. Shu holda u xili turdida, ondan ko'zini janubdagi oqbosh tog'larga, g'arbdagi qarg'ayliq qoptallarga tikdi. Shu chog'da u yenik nafas ilishga boshladi. Chiroyimi asta-asta ichildi. Ana, yog'och uyning keynida yontoliqdagi chimliq ustida 3 jangchi yonboshlab qiziq parang'a tushgan. Oq siriq yuzlik, ko'zi qora, qisqa burut qo'ygan 22-23 yoshlar chamisidagi Abduvali ismli yigit avtomatini yeniga qo'yib, yenidan tamaka xaltasini oldi. Xalta nihoyatda chiroyli gullab kashlangan edi. "Pah, bergan tamaka xaltasi mushukanda", dedi Jamoliddin kulimsirab. "Shu", dedi Abduvali ulug' kichik tinib. Ular tamaka yo'gashdi va tamaka xaltasini qo'ldan qo'lga elib ko'rishdi. Arash tutashtirgan tamakisini qattiq sho'rab, ig'iz burundan qo'yiq is chiqarib, "Qani Abduvali, sirlarini to'liq anglayli. Bu yaldamining tarixini bizmi uqib qolayli. O'lib ketsang armonda qolmayli. So'zligina", dedi. "Qo'yinglar, bu uzun gap, yili tugamaydi. Urush vaqtida", Jamoliddin da'vat qildi. "Urushmo o'z yo'li bilan bo'laverdi. Sizning hikoyangizni anglavermiz. Har bir urush orliqi hikoyangni so'zlash mazgili bo'ladi. Qani, boshla."
Arashmu, Jamoliddinmu qistab turvoldi. Abduvali oxirgi kundida har qachon eslasa ham lazzatlanadigan, ham azoblanadigan hikoyasini zo'q bilan so'zlashga kirishdi. Davomi bor.